Dunyoda eng qimmat narsa nima bilasizmi? Bu networking, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda tanish bilish. Aynan sifatli tanish bilishni millionlarga ham sotib ola olmaysiz. Bu juda qimmat turadi. Chunki kuchli insonlar bilan aloqalar hamma narsani hal qiladi. Qancha ko'p boy va muvaffaqiyatli insonlar bilan aloqangiz bo'lsa, qancha ko'p muvaffaqiyatli va boy insonlarni tanisangiz, siz ham shuncha boyisiz. Butun dunyoda shunday. Bizning mentalitetimizda-ku, bu eng muhim ko'rsatkich. Ya'ni qancha tanish bilish ko'p bo'lsa, ishimiz shuncha tez va oson bitadi. Networking yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Chunki katta davralarga qancha qo'shilganimiz sari, tabiiyki, dunyoqarashimiz, fikrlashimiz shuncha kengayadi. O'zimizni tutishimiz ham, vaziyatni baholashimiz ham yaxshi tomonga o'sib, o'zgarib boraveradi. Tasavvur qiling, o'zingizga o'xshagan tajribali, allaqachon biznesni yo'lga qo'ygan, ancha-muncha darajaga chiqib bo'lgan ayollar muhitidasiz. Ular sizga nafaqat maslahatchi, balki biznes partnyor, ya'ni biznes sherik, hatto opa-singil darajasida ham yaqin bo'lib ketishlarini bir o'ylab ko'ring. Aynan shuning uchun men ayollar uchun kuchli networking maydoni bo'ladigan muhit yaratyapman. Oldindan aytaman, bu muhit hamma uchun emas. U faqat o'ziga ishongan va networking, ya'ni tanish bilishlarni qadrini tushunadigan ayollar uchun. Biz o'sha yerda yanada aloqalarimizni mustahkamlaymiz va katta maqsadlarimizga bir-birimizdan ilhom olib yuramiz. Oz qoldi.